Assalomu alaykum yurtdoshlar. Kimga shunaqa generatorlar, mishalkalar deysizlarmi? Har xil turdan qoliplarimizdan bor. Aloqa chiqarsa 24 soat ishlaymiz. Gazda bo'ladi deysizlarmi? Gazda bo'lay qoliplarimizdan muammo yo'q. Gazda bo'lay qoliplarimizdan katta lina qilaman deganlarga katta lina gazda bo'laylarimizdan bor. O'zimizda razistroy bor. O'zimiz chiqazamiz. Generatorlar deysizlarmi? Hammasi. Naryoqda to'kli gazda bo'lay lina qilganmiz. Shunaqa kimga mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, optimlarni yetkazib olib borish uchun yo'l bera olamiz. Aloqaga chiqarsa 24 soat ishlaymiz. Bunaqa ontaradigan bochka so'raysizlar, ontaradigan bochka. Bunaqa mishal arava deysizlar, aravalar bor. Bunaqa tomshug'i apparat deysizlar, tomshug'i apparatlardan bor. Cho'loqlarni yetkazib olib borish uchun yo'l bera olamiz. Aloqa chiqarsa 24 soat ishlaymiz.